plita yoki to'sin? Bu savolga mustahkamlik ko'rsatkichi bo'yicha emas, balki 1 metr kvadratni yopadiganligi narxi bo'yicha javob berib ko'ramiz. Bunda o'zimiz ham 175 kvadratli obyektimiz misolida olganmiz. Obyektimizga 26 ta har xil razmerdagi plitadan ishlatganmiz. Bunda bizga plitani tan narxi dastavka xizmati bilan birgalikda, uni yopish xarajati, kran xizmati, undan tashqari atrofga quyiladigan plita aviaskasini betoni, armaturasi va quyish xizmatlari bilan birgalikda 49 million 800 mingga tushgan. 175 ga bo'ladigan bo'lsak 285 ming atrofida aylanyapti. Agar buni o'rniga to'sin qiladigan bo'lsak, diametri 16 lik, 5 metr va 6 metrlik 45 ta silindrovka hisobladik. Bizga to'sinimizni tan narxi dastavkasi bilan ustiga qoqiladigan cho'rnisi, uni yotqizish xizmat haqisi, atrofiga teriladigan g'ishi va terish xizmat haqlari bilan birgalikda 33 million 200 mingga aylanyapti. Bu bizda 175 ga bo'lganimizda 190 mingdan taxminan aylanyapti. O'rtadagi farq 95 mingni tashkil qilyapti. Har ikkalasida ham lombos hisobga olinmagan, sababi ikkala holatda ham uchiplik qilishimiz kerak, lombos qilishimiz kerak. Bu farq 10-20% ga o'ynashi mumkin. Ya'ni to'sinni turi va diametridan yoki plitani turidan kelib chiqqan holatda farq 10-20% ga o'zgarishi mumkin. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, to'sin qilsammikin yoki plita qilsammikin o'rtadagi farq qanaqa bo'ladi degan uy qurmoqchi bo'lgan tanishimizga jo'natib qo'yamiz va videoga reaksiya bildiramiz.